Monza mashinasini bakini yechish. Xo'p, buni shlankani stopiri xuddi Captiva'ni benzin shlankasi chiqarlar. Mana chiqqan. Buni kirdirib qo'ysa bo'ladi. Buni chiqarlar, yarimni chiqariladi. Chiqarib, keyin bu tomonni bosib chiqarlar. Mana unisiga kichkinachasi tiqilgan. Kichkinachani mana buni ishlaymiz. Xo'sh. Urinibdi bunday qilsa-ya. Pastga tortsak tey chiqadi. Shlankani o'rniga qaytarib yetarib, keyin buni bosamiz. Keyin chiqadi. Shu ikkita shlankasi, undan bu shlankasi, yana bitta shlankasi bor, uni chiqaramiz. Shtikerlar sug'urib chiqarib olamiz, xudo xolasa. Shlankalar chiqarishdan oldin обязательно отверткani koti bilan обязательно urish kerak. Chiqarishdan oldin uriladi, yaxshilab qumlar chiqib ketadi, keyin bemalol knopkasini bossangiz bosiladi. Bo'lmasa ungacha bosilmay qiynab turaveradi. Chiqarishdan oldin обязательно urib qumdan Monzani baki benzin asosi turishi. Qanday uslubga turishi? Misol Monzani benzin asosini turishi. Pampersini yechib bu ham xuddi Equinox'ga o'xshaydigan pampers ekan. Ichlarida ham o'z benzin asos turishlari hammasi Equinox bilan bir xil ekan. Yechib olingan. Hozir yangisini qo'yib yig'ib taylaymiz hozir. Mana Monzani pampers.